Hurmatli tadbirkorlar, bugungi yig'ilishimizdan maqsad davlatimiz rahbari tomonidan berilgan 2025-yilda bergan topshiriqlarga asosan tadbirkorlarni uchrash belgilab o'tilgan. Ya'ni tadbirkorlarni uchrashib, ularning masalalarini eshitgan holda qo'shimcha ish o'rinlari yaratish va muammolarni hal qilgan holda tadbirkorlikni yana qo'shimcha rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Shularni hisobga olib, agar biz bank tomonidan yechiladigan masalalar bo'lsa bank tomonidan yechib beramiz. Qo'shimcha boshqa tashkilotlarda bo'ladigan masalalar bo'lsa ham tegishli tashkilotlarga muammolarni yetkazamiz. Tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib 1 yil davomida aylanmasi bilan ishtirok etib kelayotgan banklarga 312-sonli Prezidentimiz qarori bor, kreditlarimiz bor. Toifadan kelib chiqib beriladi. Bekobod tumani uchun 21% qilib berilgan kredit tadbirkorlarga. Agar tadbirkor ayol kishi bo'lsa, rahbari 18% belgilangan. Umuman boshqa kreditlar bo'yicha kimda qanaqa savollar bo'lsa, savol berib murojaat qilishlari mumkin.